Ba'zi murabbiylar jamoani boshqaradi. Ba'zilari esa tarixni yozadi. Ammo juda kam insonlar bor, ular butun futbolni o'zgartiradi. Arsene Wenger aynan shunday inson. U Angliyaga kelganida uni tanimaganlar kuldi. Ketganida esa butun futbol unga hurmat bilan bosh egdi. Arsene Wenger nafaqat jamoa, balki butun bir davrni o'zgartirdi. Zamonaviy futbol, dietologiya, tezkor o'yin va yosh iste'dodlar siyosatini olib kirdi. Sobiq fransuz futbol murabbiyi va futbolchisi, hozirda FIFAning global futbolni rivojlantirish bo'yicha boshlig'i lavozimida ishlamoqda. U 1996-yildan 2018-yilgacha Arsenal klubini boshqargan va u yerda klub tarixidagi eng uzoq vaqt ishlagan va eng muvaffaqiyatli murabbiy bo'lgan. Uning ingliz futboliga qo'shgan hissasi skautlik, o'yinchilarning mashg'ulotlari va ovqatlanish rejimlarini o'zgartirish orqali Arsenalni top klublar darajasiga yuksaltirdi va 21-asrda sportning globallashuviga yordam berdi. Arsene Charles Ernest Wenger 1949-yil 22-oktyabrda Fransiyaning Elzas mintaqasi Strasburg shahrida Alfons va Luiza Wengerlar oilasida tug'ilgan. Arsene Wenger 3 farzandning eng kichigi edi. U 1950-yillarda Duppigamda yashagan, lekin ko'p vaqtini qo'shni Dutlenheim qishlog'ida o'tkazgan. Arsenning otasi Alfons, ko'plab alzaliklar singari Germaniya Fransiyaning hududini anneksiya qilganidan keyin nemis armiyasiga majburan chaqirilgan. Arsene Wengerning otasi qishloq jamoasini ham boshqargan. Otasining so'zlariga ko'ra, Wenger futbolga taxminan 6 yoshida kirib kelgan. Uni Germaniyadagi o'yinlarga olib borishardi va u yerda Mönchengladbachning Borussiya-siga mehr qo'ygan. Wenger bolaligidan futbol muhitida yashagan. O'yinni nafaqat o'ynab, balki tahlil qilishni ham o'rgangan. Wenger boshqalardan farqli ravishda faqat futbolga berilib ketmagan. U University of Strasbourgda iqtisod bo'yicha tahsil olgan. Magistr darajasini olgan. U futbolga ilmiy yondashgan. Shu sababli uni ko'pincha professor murabbiy deb ham atashadi. Wenger futbolchilik faoliyatini kech boshlagan. Bu ham uning katta futbolchi bo'lib ketmasligining sabablaridan biri edi. Dastlabki klubi bu havaskor darajadagi klub Mutsig edi. Keyin yarim professional darajadagi Mulhouse klubida faoliyat olib borgan. U markaziy himoyachi sifatida o'ynagan. Wengerning professional darajadagi eng muhim jamoasi bu Strasburg. Bu jamoada u 1979-yil Fransiya chempioni bo'lgan. Biroq Arsene Wenger asosiy jamoa o'yinchisi bo'lmagan, asosan zaxiradan o'ynagan, maydonga kam tushgan. 1981-yilda futbolchilik faoliyatini tugatadi va darhol murabbiylikka o'tadi. Avval Strasburgda yordamchi murabbiy bo'ladi. Shundan keyin uning haqiqiy afsonaviy yo'li boshlanadi. Wenger 1981-yilda menejerlik diplomini oladi. 1987-yilda Nansdagi omadsiz davridan so'ng Wenger Monakoga bosh murabbiy bo'ladi. Monako bilan 1988-yilda Liga chempionligini qo'lga kiritadi. 1991-yilda Wenger Monakoni Fransiya kubogida g'alabaga olib keladi. 1995-yilda u kutilmaganda Yaponiyaning J Liga jamoasi Nagoya Grampus Egihit jamoasini boshqarish uchun Yaponiyaga ko'chib o'tadi va o'zining birinchi va yagona yilida Imperator kubogi va Yaponiya superkubogini qo'lga kiritadi. Yaponiyada Wenger yangi madaniyatni o'rganadi, global futbolni tushunadi. O'zini qayta quradi. Bu uning kelajakdagi buyuk ishlar uchun poydevor bo'ladi. Arsene Wenger 1996-yilda Arsenal bosh murabbiyi etib tayinlanadi. Uning tayinlanishini ingliz jurnalistlari ham, jamoa futbolchilari ham unchalik ishtiyoq bilan kutib olishmaydi. Birinchi mavsum birinchi start omadsiz boshlanadi. Angliya Premier Ligasi 3-o'rin, Chempionlar Ligasini chorak finalda tark etadi. Wenger kelgan paytda Angliyada futbolchilar ko'pincha
Og'ir mashg'ulotlar qilardi. Tez-tez pivo ichardi. Diyetaga e'tibor bermas edi. Wenger esa butun tizimni o'zgartirdi. U joriy qilgan yangiliklar, sog'lom ovqatlanish tizimi, professional diyeta, zamonaviy tiklanish mashg'ulotlari, statistik tahlil, Yevropa futbolchilarini olib kelish. Bu o'zgarishlar keyinchalik butun Premier Ligaga tarqaladi. Wenger qilgan inqilob o'zini oqlaydi. Kelganidan 2 yil o'tib, tarixiy natija qayd etadi. 1998-yilda u Premier Liga va Angliya Kubogida dublni qo'lga kiritgan birinchi xorijlik murabbiyga aylanadi. Wenger 2002-yilda Arsenal bilan yana liga va kubokda g'alaba qozonib dubl qayd etadi. 2003-2004-yilgi mavsumda Angliya Premier Ligasida 49 o'yinlik mag'lubiyatsiz seriya qayd etadi va rekord o'rnatdi. Uning qo'l ostida klub 2006-yilda ilk bor Chempionlar Ligasi finaliga chiqadi. Arsene Wenger 7 marta Angliya Kubogi g'alabasi bilan musobaqada eng ko'p g'alaba qozonish bo'yicha rekordchi hisoblanadi. Shuningdek, 7 bor Angliya Liga Kubogi va 3 bor Angliya Chempionligini qo'lga kiritgan. (2006) 2013 yillarda Arsenal chempion bo'la olmaydi, matbuot va muxlislar tanqid qiladi. Ammo shunga qaramay, Wenger jamoani doim top 4likda, Chempionlar Ligasi yollanmasi darajasida ushlab turadi. Klub eski stadiondan yangi Emirates stadioniga ko'chadi. Bu moliyaviy jihatdan juda qiyin davr edi. Klub katta qarz ostida qoladi. Shuning uchun Wenger qimmat transferlar qila olmaydi, yosh futbolchilar bilan ishladi, jamoani raqobatda ushlab turadi. Bu uning sabr-toqatini ko'rsatdi. Arsene Wenger 2018-yilda ketma-ket omadsiz mavsumlardan keyin murabbiylik lavozimini tark etadi. Le professor, ya'ni muallim taxallusi bilan muxlislar va ingliz matbuoti tomonidan Wengerning tirishqoq xulq-atvorini aks ettirish uchun ishlatiladi. U o'z avlodining eng mashhur menejerlaridan biri bo'lib, Angliyada va xorijda sport va kasb haqidagi tasavvurlarni o'zgartirgan. Uning o'yinga bo'lgan yondashuvi futbol maydonida qiziqarli bo'lishi kerak degan maqsadda hujumkor uslubga urg'u bergan. Uning boshqaruvida Arsenal hujumkor, jozibali o'yin ko'rsatgan va ko'plab muxlislar mehrini qozongan. Arsene Wenger Arsenalga 22 yil murabbiylik qiladi. Bu Angliya futboli tarixidagi eng uzoq murabbiylik davrlaridan biri. U ketayotgan paytda stadionda muxlislar turib qarsak chaldi. Bu oddiy xayrlashuv emas edi. Bu butun bir davrning yakuni edi. Arsene Wenger Arsenal tarixini o'zgartirdi. Angliya futbolini modernizatsiya qildi. Butun dunyoga yangi futbol falsafasini ko'rsatdi. Bugun Arsenal haqida gap ketganda bitta ism albatta tilga olinadi. Arsene Wenger. Ba'zan inson ketadi, lekin uning izi abadiy qoladi. 2018-yil. London. Arsenal stadioni sukutda. 22 yil davomida shu yerda turgan inson endilikda oxirgi bor yon chiziqda turibdi. Bu oddiy o'yin emas edi. Bu butun bir davrning oxiri edi.